Assalomu alaykum. Hajga borganimizda yana hajga borganman deb maqtanish emas. Endi bu bir esdalik bo'lib qolganda, hayotimizda ozgina iz qoldirgan voqea. Bitta jamoa namoz o'qishayotgan ekan, namoz vaqti bo'lib qoldi, ko'chada bo'lib qoldik. Balki minodamidek boshqa payt iloji boricha masjidga kirib o'qiladi. Jamoatga qo'shildim. Qo'shilsam, ozgina masalan Allohu akbar deb rukuga borib bo'lganlardan keyin jamoat ulardan keyin borar ekan rukuga. Birinchisida adashdim. Birinchi rakatda adashdim. Keyingisida ular qanday o'qishsa shundoq o'qidim. O'qib bo'lganimizdan keyin chiroyli man bilan so'rashib, endi bu bilan namozim buzilib qolgani yo'q deb niyat qilaman, yaxshi niyat qilaman. Endi bu bilan buzilmasa kerak, bunda ilmimiz yetmaydi-yu. Lekin muomalalar yaxshi bo'ldi o'qib bo'lganimizdan keyin menga nisbatan. Bir paytda vahobiylar kuchaygan paytda dadamlar rahmatli chiqarmasdilar shu gumbaz masjidga. Katta masjidga ham bormasdik, o'zimiz mahalliy masjidga chiqqanmiz. Qo'shilinmagan. Yaxshi bo'lgan ekanki, haligi oqimga qarshi suzmaganmizda, endi ota-bobolarimiz qilib kelishgan narsa, to'rtta mazhab, to'g'ri yo'lda, shu mazhabdan bittasidamiz. Bu domlalar qilish emas. Lekin adashayotgan ba'zi birlarga shu bizni o'zimizda hayotimizda bo'lgan narsa ozgina saboq bo'lsa, xursand bo'lardik. Endi aynib ketganlar biz atrofimizda Cho'rsiq, ko'prik atrofida juda ko'p bo'lgan. Shuning ichida aynimaganimizdan xursand bo'lamiz. Endi kattalarni gapga quloq solib, kattalar qilishiga amallarni qilaversak, yomon bo'lmaymiz.